Boshladik, qaraymiz. Demak, mana papka yaratdim, nomi Wishbone. Nima uchun? Chunki maketni qilmoqchiman-da. Mana shu maketni qilmoqchiman. Darsni oxirigacha qilib bersam kerak. Mana shu maketda. Demak, mana 9:13 da boshladik. Ketdik. Hozir birinchi menga rasmlar kerak. Hamma rasmni yuklab olaman bittada. Mana bu desktop degan yozuvga bossam, endi sichqoncha o'yin tugmasini bossam, plugins, export original images. Export qilsam, hamma rasmni bittada yuklab olish kerak. Yuklab olsa, mana yukla. Endi qaranglar, qaysi rasmlar yuklamaydi. Xo'sh. Kichkina rasmlar yuklamaydi. Mana bu ham rasm ekan. Biz yozib demak biz rasm qilib qo'yadigan. Qanday qilib bilyapman rasmligini? Xo'p. Buni tanlaymiz. Ustiga bosamiz. Qaranglar, chap tomonda image deb beryapti, ko'ryapsizlar? Shuning uchun bu rasmligini bilyapman. Buni export original images qilib yuklab oldim hamma rasmni. U yuklamaydi bunday qilganda. Shuning uchun buni alohida yuklash kerak. Export PNG ni SVG ga o'zgartiraman. Export yuklandi. Nomini ham o'zgartirib qo'yaman, logo. Xo'p, yaxshi, bu ketdi. Qaysini yuklamaydi yana? Mana bularni yuklamaydi. Shu rasmlar yuklamaydi. Demak, bu ham rasm ko'ryapsizlar. Xuddi boyadek qilamiz. Export PNG bo'lib ketib qoldi. O'chirib tashlayman. Mana uni nomlab ketaman ham birdan. Icon 1. Hop, SVG. SVG qilsak tiniqroq bo'ladi, bilasizlar. Icon 2. Kichkina rasmlarda, shu rangi kam rasmlarda SVG qilib yuklab olgan yaxshi. SVG. Buni nomini Icon 3 deyman. Demak, mana bu narsalar kerak emas menga. Menga faqat shu rasmlar kerak. Bular ham ketdi. Bu rasm yuklangan. Mana bularni yuklashim kerak. Mena bo'lsa shular yuklayman. Bularni ham bittalab yuklab chiqish kerak. Export. Image berganman, bo'ladi, yaxshi. Brand 1 deyman. Image bo'ladi. Hop. Brand 2 deymiz, to'g'rimi? O'zi bu brand 3 bo'lishi kerak, chunki bu tepa pas mana ikkalasini bitta deb qilamiz. Yana shuni brand 3 deyman. Mana buni brand 2 deyman. Demak, shunday qilib birinchi mayda ishlar qilib olaylik. Vaqtimiz ketadi shunga mana. Oxirgisi qoldi ana. Brand 4. Bular ham ketdi. Qanday rasm bor yana? Mana bular. Buni qo'yishni boshqa usulni o'rgataman sizlarga. Rasm qilmasdan qo'yishni o'rgataman. Hop. Yaxshi, uni yuklamayman. Ketdi. Hamma rasm menda bor endi. Menda bor. Hop. Mana images degan papkani zipdan chiqaraman. Qolgan hamma rasmlarni ham shu images ichiga tashlayman. Mana. Endi nomi qaranglar, image 1, image 2 bo'lib turibdi. Buni ham o'zgartirib chiqish kerak. Masalan, birinchida turgan rasm. Mana shu ekan-a. Home image deyman. Home image, ya'ni tepa qismi home desak, mana shu home ichida rasm deb nom berib olyapman. Undan keyin mana bu odamning rasmi ikkita ekan menimcha. O'chirib tashlaymiz bittasini. Nima deymiz buni? Stephen deb qo'yamiz, ismini qo'yib qo'yamiz. Bularni shunday qilsak? Kamron desang bo'ladi. Bo'ladi. Kamron deb qo'y. Mana bular bor keyin. Project. Demak, buni nomini project 1 deyman.
Hop, buni project 2, buni project 3 deyishim kerak. Mana shu project 3. Mana bu bo'lsa kerak. Project 2. Keyin mana bu dumaloq, birinchi dumaloq o'sha bizda bor. Nolan, Ferris, Arya, Nico. Arya, Nico. Demek mana Arya, mana bu Nico. Keyin Ferris. Menga ko'rinyapti-da, sizlarga ko'rinmaydi menimcha. Mana bu Nolan. Ana. Faqat mana bular qolyapti. Bo'ldi. Qolgan hammasini nomini o'zgartirdim. Endi bular ham mana boshidan boshlasak. Image 2. Bu birinchi orqa fonda turgan rasm ekan, to'g'rimi? Demak, buni nomini BG1 deyman. Boshqa guruhdan haydalgan bola. Katta guruhdan haydalganmi? Nimaga haydalgan? Uyga vazifalari bajarmagan. Uyga vazifalari bajarmasa haydalamiz. Sizlar ham haydalasizlar. Payshanba kuni uyga vazifa bajarmay kelsizlar. Uyushi berilgan-ku. Shu uyish ko'payning Tugatganmiz shuni. Yo'q, bir ikkita narsalar qolib ketgan. Tugatish kerak shuni. Hozir ham ko'rsatib beryapman-ku, shu tugatasizlar-da, men ko'rsatib berganimga qarab, tushunarlimi? Xatolarni to'g'rilaysizlar. Mana rasmlar tayyor bo'ldi. Hech qanday muammo qolmadi. Endi tepadan boshlaymiz kod yozishni. Birinchi, demak bizga bitta div kerak bo'ladi, hammasini o'rab turadigan. Yaxshilab e'tibor beringlar. Shu narsaga ham ancha vaqtimiz ketib qoldi. Rasmlarni tashlab olmayapman-ku. Rasmlarni endi papkasini mana shu papkamizning ichiga tashlashimiz kerak, to'g'rimi? Bo'ldi. Hamma rasm bor endi bizda. Yaxshi, demak birinchi konteyner degan div ochaman. Yoki mayli, konteyner emas, page degan div ochaman. Nima uchun bu? Hammasini o'rab turadi. O'rab turadi. Endi qarang, yana bitta narsa. Bizda hop, mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, 1168, 1168, 1200, 1168. Ko'ryapsizlarmi? Hamma joyda 1168 lik nima bor? Div bor, sezyapsizlarmi? 1168 endi div bor. Juda ko'p. 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta ekan. Mana buni ham qo'ysak, buniki boshqacha ekan. Siz общий div 6 tami? Yo'q. Общий div emas, 1168 ga teng bo'lgan div 6 ta. Bu degani 6 marta men 1168 degan kodni yozishim kerak degani. Buni oson yo'li bor. Bitta klass yaratib qo'yasizlar. CSS dan. Container degan. Unga nima berib qo'yasizlar? Max width 1168 piksel, margin 0, auto. Mana shu kodni ishlataverasizlar-da, qachon sizlarga 1168 kerak bo'lsa. Tushunarlimi? Ustoz, lekin div berilmagan, konteyner berilmagan. Bersa bo'ladi-ku. Shunday yaratib bersa bo'ladi. So'z chaka konteyner degan klass bo'lmasa ham ishlaydi, to'g'rimi? Ya konteyner degan klass HTML ga bermasa bu ishlamaydi. Men prosta reja qilyapman. Shunday yaratiladi-da sayt. Sayt shunday yozib ketilmaydi, birinchi reja qilinadi. Keyin kod yoziladi. Kod yozish eng osoni. Birinchi sinf bolaga ham kod yozishni o'rgatsa bo'ladi. Lekin o'ylash hammaga emas, o'ylash, yo'lini topish, tushunarlimi? To'g'ri o'ylab, to'g'ri ketma-ketlik tuzib olish kerak, reja. Bunga nima beramiz? Eng katta divga. Divga
Max Videos 1440 piksel beramiz. Nima uchun? Chunki berilgan bizga Max Videos 1440 piksel ber degan. Keyin margin 0 avto nima uchun? O'rtada turishi uchun. Saytimiz kichkina bo'lib o'rtada turishi uchun mana shu narsani berdik. Tushunarlimi? Xo'p. Yaxshi. Endi tepasidan boshlaymiz. Mana bu qismidan. Sayt tepa qismini header degan tag bilan qilsa bo'ladi. Div bilan bir xil, faqat tepa qismini qilish uchun mo'ljallangan. Tushunarli? Header qo'yaman. Mana nima bo'ladi bu? A bo'ladi bu. A bo'ladi. Men shuni taqdim. Keyin shu yerda ham 1168 bormi ekan ko'raylikchi? Yo'q ekan. Demak, header qo'yamiz, A qo'yamiz. A header logo link. Ichiga image qo'yamiz. Header logo. Ana logo. Nom berishda ahamiyatini ko'ryapsizlarmi? Nomini bilaman-da o'sha yoddan. Nima qilyapsizlar sizlar? Nima qilyapsizlar? Notebookni yoping, ha? Sovqotyapsiz. Stolingizni mana bu yerga qo'ying. Sovuq urmaydi shu yerga. O'rtaga qo'ying stolingizni. Shunday. Urmaydimi endi? Urmayaptimi? Ursa yana orqaroqqa qo'ying. Kamronni yoniga. Siz ham shunday o'rtaga surib qo'ying stolingizni. Birga o'tirmanglar. Mayli, suring. Bo'lmasa siz o'ting bu yoqqa. Joy almashing. Stulni suring. Suravering, o'rtaga olib chiqing. Mana shunday o'tiring. Sovqotmayapsizmi siz? Sizchi sovqotmayapsizmi? Sovqotsalaring o'chiramiz. Qaranglar, nima uchun imijda A ni ichiga o'radim? Chunki mana shu logolar har doim A bilan qilinadi. Tushunarlimi? A ni ichiga imij qo'yapman shuning uchun. So'z nima bittasi katta, bittasi kichkina yozildi. O'zi shunday qilib yaratgan rasmni. Bu rasm. Xo'p, bu ketdi. Endi keyingi qismiga o'tamiz. Mana bular. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta A, 6 ta A birga turibdi, to'g'rimi? Bu degani 6 ta A ni bitta divga o'rash kerak degani, lekin maxsus tag bor, nav degan. Mana shu holat uchun divni o'rniga nima qo'yamiz? Nav qo'yamiz. A qo'yamiz ichiga. Nav link deb klass beraman. Bitta yaratib olaman birinchi, link. Keyin shuni nechta qilib olaman? 6 tani. Yozuv bir xil turaversin, vaqt ketib qoladi o'zgartirishga. Osonlikka o'zgartirish. Boshqacha qilasiz. Klassi mana buniki boshqacha bo'ladi. Nav link bo'lmaydi-da. Mayli, nav link ham tursin. Nav get. Shunday desam bo'ladimi? Endi shuni boshqa bittaga o'raymiz. Bitta klass beramiz. Ne mana? Bor-ku klass. Ikkita klass berdik-ku. Siz bittasini o'chirib bersa bo'ladi. Mana bu klassni ham ishlatmoqchiman-da men, shuning uchun o'chirmayapman. Shuni kattaligiga Display flex. flex beramiz. Qaranglar, joyi ochildi chap tomondan. Nimaga? Chunki men mana bu divga Max Videos berganman, ha. Margin avto berganman. Ikkita chekkasida ham joy bor, hozir ko'rsataman sizlarga. Ko'ryapsizlarmi? Max Videos bermasam joy ochilmaydi. Margin avto bermasam o'rtaga o'tmaydi. To'g'rimi? Xo'p, bu turib tursin mayli. Oxirida olib tashlaymiz buni. Display flex. Endi qaysiga beriladi display flex? Headerga ham, navga ham beriladi. Headerga ham, navga. Sizlarga bitta dahshat narsa o'rgataman hozir. Yana bitta flex degan klass yaratib olamiz. Ichiga display flex, align items, center, justify content specificity berib qo'yamiz. Mana. Bizga qachon flex kerak bo'lsa, masalan, kerakmi headerga? Flex degan klass qo'shaman. Navga kerakmi? Shunday qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Dahshatmi? Siz bitta kodni ham hammasi klassga flex berib qo'ysak bo'ladi. Ha. Mana shu kod ishlayveradi lekin. 20 marta shu kodni yozgandan ko'ra, to'g'rimi? Bir marta yozib qo'ydi.
Uning uchun faqat kallani ishlatish kerak. Kallani. Kallangni ishlatmayapsiz-a? Hop. Endi qaranglar. Mana bular orasini ochishimiz kerak. Gap beramiz. Gap 32 piksel. Yo'q, Navga nima berish kerak? Gap. Flex bor-ku. Gap. 32. Mana flex bor-ku. Flex bor. Navga gap beramiz. Gap berib, keyin text decoration oling. 32 piksel. Navga text decoration berilmaydi. Text decoration A ga beriladi. Text A'ga decoration beriladi. A'ga beriladi. Navga berish xato. Text decoration. Rangi qorami? Mana. Endi oxirgisi. Ko'raylikda rangi qoramikan o'zi. Qora emas ekan mana. Qoraga o'xshash rang ekan. Xuddi shu rangni o'zini olsa bo'ladi, bilasizlar? Figmatani. Fill degan joyda. O'lchami qancha ekan? 15 ekan. Line height 24 ekan. Demak, font size 15, line height 24 piksel. Ana. Oxirgisini o'zgartirish kerak endi. Yana bitta deb ochamiz. Yo'q, o'zining klassi bor-ku, navget degan. Get. Orqa fonini qora qilish kerak ekan. Color. Background color. Panjara qo'ysam boya rang chiqib keladi, ko'ryapsizlarmi? Avtomatik. Color. Color white. Oq. Hop, border radiusi bor, to'g'rimi? Qancha ekan? 14 piksel ekan. 14 piksel. Paddingini ko'rishimiz kerak. Padding. 11 ga 20 ekan. 11 ga 20. Padding. Hamma narsani ko'rsa bo'ladi Figmada. Alt bilan ko'ramiz, to'g'rimi? O'lchami-chi? O'lchami 16 ekan, qaranglar. Font size demak bunga 16 berish kerak. Ana. Color. Siz endi o'yinni o'chib bersangiz ham bo'ladi. Nimani? Yo'q. Nimani? Borderni. Yo'q qilish kerak. Ya turaversin, keyin qilamiz. Mana bo'ldi. Endi Yana bitta deb. joy ochish kerak, joy. Qaranglar, joy bor. Mana. Tagida va Yo'q, chekkalar. Tepa pastda joy bor 20 dan. Chekkalarda 139, margin 153. Ikki xil bo'y otibdimi? 140 dan beramiz, bir xil. Demak, 20 ga 140 beraman. Navga, yo'q, headerga, margin left. headerga margin berilmaydi. Padding 20 ga 140 beriladi. 20 O'xshadimi? 20 tepa past, ikkita yonbosh 140. Bo'ldimi? Mana buni ham kichraytirishimiz kerak ekan. 220. Bizda qancha kattaligi shuni? Rasmda. 220 ekan, bo'ldi, to'g'ri turibdi. Ana shu rasmda o'rab turgan A ga ham display inline block berish kerak. Nimaga desalaring, A tegi xato ishlaydi-da. To'g'ri ishlash uchun mana shuni berish kerak. Chizig'ini yo'qotish kerak. Text decoration'da. Bitta narsa qilsak-chi, qaranglar. Bizga mana shu saytdagi bironta A ni chizig'i kerakmi? Yo'q. Men bunday qilsak bo'ladi. A deyish kerak. Degani hech qaysi A ni chizig'i kerak emas degan. Display inline block hamma A to'g'ri ishlasin degan. Keyin mana bu yerga display inline block yozib o'tirishim shart emas. Bu yerga ham yozib o'tirishim shart emas. Tayyor. Zo'rmi? Faqat buning uchun agar hamma P bir xil bo'lsa, shunday qilsa bo'ladi. Bo'ldi, tepasi. Bo'ldi. Keyingisiga o'tamiz. Mana bu. Demak, bu yerda bitta div, ichida yana bitta div, keyin image bo'ladi, to'g'rimi? Yaxshi, bu ketdi mana. Headerni mana bu yerdan yopib qo'yamiz. Mana bunday tag bor, main degan. Mana shu tepa qismini shu bilan qilsang bo'ladi. Home deb klass beraman. Mana bitta div bo'ladi. Div. Home div deb klass beraman. Keyin bu yoqdan nima qo'yamiz? Home image. Nima bor bu yerda? P, X1, P, A. 4 ta qarsa bormi? Demak, home badge lorem qo'yib qo'yaman. X1 home title klasslar ko'ryapsizlar nomini.
1 2 3 4 5. 4 ta 5 ta so'z bor ekan. Ular ham 5. Undan keyin P, keyin A. Klassga mana shunday nom bersalaring, nom topa olmay qolmaysizlar-da. T, P hali qandaydir g'alati klasslar bergandan ko'ra. Mana shunday klass berishgan. Shunday A home link. Buni yozib qo'yaman mayli, read more. Ketdi bu, bo'ldi. Rasm qo'yamiz. Image. Rasmning nomini qaranglar, nima deb olganman? Home image. O'zimga qulay qilib ko'ryapsizlarmi? Bo'ldi, eshitmayli buni, tugadi. Video beramiz. Endi sessizga o'tish kerak ekan. Rasmga video berish kerak ekan 720. Eng qizig'i bu 720 bo'lsa, bu degani yarmi deganimi? Yo'q. 1440 ta. 1440 ta 2 ga bo'lsa 720 bo'ladi. Demak, bunday qilsak bo'ladi. Bizga flex kerakmi? Yo'q. Nima qilamiz? Flex degan klass qo'shsak bo'ldimi? Bo'ldi, qo'shamiz. Ketdi. Keyin vids kerak bizga. Mana bu divga, Video beramiz. Home. keyin rasmga. Qaranglar, zo'r narsalar o'rgatyapman sizlarga. Ikkitaga birdaniga vids berib ketamiz. 50%. Bo'ladimi shunday qilsa? Chunki yarmini olish uchun qancha beriladi? 50% beriladi. Piksel berib o'tirmasdan nima berib ketyapman? Foiz. 50% qarang, ramga oyagi bo'lib qoldi. To'g'ri turibdi. Yo'q, qizil ramga bordi. Taglarini ham o'rab ketdi. Shunday turish kerak. Hammasini o'rab turish kerak. Hammasini o'rab turish kerak. Katta divku. Saytni oxirigacha o'rab turadi. Endi mana shu chap tomonni ichidan joy ochib, keyin rangini ham o'zgartirishim kerak. Xo'p, qanday ekan orqa foni buni? Sariq. Qaranglar, mana bu yerda ko'rsatmayapti, oson yo'li bor. Figmani F-siga bosasizlar, mana yerda qidirish bor, bosasizlar. Pik deb yozasizlar. Pik, P I S K, tushunarlimi? Bitta bosasizlar, olib borasizlar. Bitta bossang rangni kopiya qilib oladi. Control Demak, home ga background color beramiz ha. Control. Mana shu rang. Endi bu tomondan joy ochish kerak. margin left beramiz. 77 ga Padding 60 deyapti. padding beramiz. 60 ga 60. 40. Demak, 77 ga 60 bo'lsa, 77 ga 60 qo'shamiz. 137 40 60 100. 137 ga 100 berishimiz kerak. Bir 137 pikselga 100 piksel. O'xshadimi? Endi qaranglar, mana ularga font size berib, margin bottom berishni o'zingizlar bilasizlar-ku, to'g'rimi? Uni ko'rsatishim shart emas men uchun. To'g'rimi? Masalan, mana buni tagidan joy ochish uchun bitta shuni qilamiz, yetadi. Mana shuni tanlaymiz. Demak, qaranglar, font size 64. Home title-ga font size 64 beramiz. Hop, line height 70 ekan. O, tagida 18 piksel joy bor ekan. Line height 70 piksel, margin bottom 18 piksel. Mana. Shunday qilishni o'zingizlar bilasizlar-ku, to'g'rimi? Keyin font weight'ini ham bergan, regular deb qo'yibdi-ku. Bu degani biz bunga font weight berishimiz kerak. 400. Mana, ingichka bo'ldimi? A ga P ga o'zingizlar ishlov berib olasizlar bo'ldi. Hop. Font weight bold qalin qilib beradi. Qalin demaganda buni. Bo'ldi, bu ketdi. Shunday qoldiraman. Bo'ldi-ku, to'g'rimi? Qolgani mayda-chuyda-ku, o'zingizlar qila olasizlar. Bunisiga o'tamiz. Mana bunga. Xo'p, men ham tugadi. O'zi GitHub bilan ishlab ketmamda birdan. Hali ham kechmas. Ama hali GitHubda aralashtirmay turaylik, chalib qolasizlar. Men ketdi. Endi mana bu bo'limga yetib keldik. Menni tagi. Bu uchun bitta nima ochamiz? Section. Divga o'xshagan narsa bu, bo'lim degani bu.
Nima deb nom beramiz? Mana shunday nom bersam bo'ladimi? Firm. Keyin nima bor mana bu yerda? H2 bor. Bu tomonda bitta nima bor? Div bor. Div bor. H2 firm title. Qanday? Mana buni o'zi bitta div bo'ladi, общий, to'g'rimi? Demak, firm content deymiz. Div desa ham bo'ladi. Mana endi bu yerda qaranglar. 1 2 3 3 ta nima bor ekan? P bor ekan. P firm text nima kerak? Ko'paytirish 3. Lorem 50. 3 ta yaratdim. Shunday qilish yaxshimi? Lorem 40 qilsak ham bo'ladi. Ana. Endi mana bunga yetib keldik, qaranglar. Buni o'zi bitta div bo'ladi. Ya'ni mana bu divni ichida 3 ta P dan keyin nima bo'ladi? Yana bitta div bo'ladi. Чтобы display flex berishimiz. Row. Flex berib qo'yapmiz. Mana endi buni ichiga nima qo'yamiz? Image qo'yamiz. Images Stefan edi-da uni ismi. Mana nomini ko'ryapsizlarmi? Berib olish qancha ahamiyati borligini. Keyin mana H3 bilan P. H3 bilan P ni shunday qo'yaymi? Yo'q-da. Yo'q. Bitta div ochib, ichiga H3 bilan P qo'yamiz. Chunki display flex berish kerak. Hadi. Name deb qo'ysam yetadi. Ismini yozib o'tirmayman. Keyin senior partner deb qo'ygan ekan. P hop firm job deymiz. Job name. Shunday deb qo'ysa yetadi. Mana. Nima uchun H3 bilan P ni divga uradi? Chunki display flex beraman mana divga. Ana shu vaqt image bilan H3 P uchalasi bir-birining yonidan chiqib qoladi mana divni qo'ymasa. Tushunarlimi? Endi flex kerakmi? Flex deymiz bo'ldi. Bunga ham flex kerakmi? Flex deymiz bo'ldi. Qalay? Yaratib qo'yganmiz-ku flex. Flex bor-ku mana, yaratilgan. Mana bu yaratilgan. Rasmni to'g'ri olsa shunday bo'ladi. Sizlar noto'g'ri olgan bo'lsanglar kichkina bo'lib chiqadi. To'g'ri olingan rasm katta va tiniq bo'lib chiqadi. Sizlar xato olgansizlar. Foiz beramiz, foiz. Endi width berish kerak, qaranglar. Piksel beramiz bu yerda. 501. Bunga berish shart emas. Mana unga 501 berishim kerak. 502 bersam ham bo'ladi. 550. Mana bu div, to'g'rimi? O'ng tomondagi div mana shu div. Demak, ana shu o'ng tomondagi divga width 502 piksel beramiz. Ana. Endi bizga qaranglar, bular orasi ochilib ketyapti. Nimaga? Chunki biz flex ga nima deb yozganmiz? Justify content space between. Bunga tegmaymiz, turaversin mayli. O'zimiz pastdan firm deb yozamiz. Justify content nima beramiz? Center. Keldimi o'rtaga? Orasidan joy ochamiz. 133. Gap 132 ekan. Ochildimi? Display flex qanday display flex? Mana nima uchun berilgan anaqilas? Endi qaranglar, bu tepada turish kerak. Buni hozir bizda align aytmiz center bo'lib turibdi-da. Biz shuni nimaga o'zgartiramiz? Flex start. Chiqdi ana. Endi qaranglar, padding bor-da. 100. Tepadan pastdan 100 piksel padding beramiz. Ikkita yonboshdan kerak emas. Mana. Endi mana bu rasmga ishlov berish kerak. Qaranglar, buni width ham, height ham boradi-da. 84 ga 84. Firm pick. Width 84, height 84, border radius 50%. Buni qaranglar, pachaq bo'lib qoldi rasm. Display bilan bo'lib beramiz. Yo'q, width bilan height beryapman-ku. Shuning uchun shunday bo'lyapti. Buni to'g'rilash yo'li object fit cover. To'g'rilar, ko'rdingmi? Border ham bor haqiqatda. Borderi 3 piksel ekan. Ha? Mana.
Demek border 3 piksel solid. Rangni shu yerdan olsa bo'ladi mana. Ustoz 9 ochilsa 44 minutda shunga keldik. 44 minut 9da boshlaydi dars. 9:13'da başladı. 9'da Yarın so'ta keldi. Rasm olishga ham ko'p vaqtimiz ketib qoldi. Endi qaranglar, bularni ham orasi ochilayotibdi. Chunki biz mana unga flex berganmiz, firm rowga. Mana flex. Uni ham boyadek to'g'rilaymiz. Justify content flex start bersa, mana chapga qiylar. Keldimi? Keldi. Orasidan joy ochish kerak. Qancha? Gap beramiz. 30. 30dan boshlasa. 30 beraveramiz. Mana. Endi P'larni tagidan joy ochish kerak. 10 10 ekan. Ha, margin bottom to'g'ri. Padding emas. Firm textga margin bottom 10 beriladi. Xo'p, font size 16, line height 24. Font size 16, line height 24 piksel. 31 minut. Rangi? Mana rangi. Mana. Bo'ldimi? Bo'ldi. Yana bitta. Bu tugadi. Keyingisi bu juda ham oson. Juda ham oson. Просто image qo'yib keyin. O'z qaranglar, mana bu uchalasi bir xilda deyarli. Bitta aniq bo'lsa, shu 3 ta bitta degani. Mana shuni qo'lamiz endi. Mana tugadi. Mana bu ham ketdi, yopib qo'yaman. Bu endi alohida bitta nima bo'ladi? Section. Div qilsa ham bo'ladi. Keyin mayli shuni div qilaylik. Div. Qaranglar, men bunga bg deb klass beraman. Yana bitta klass beraman, bg1 deb. Tushunyapsizlarmi? bg1, bunisi bg2 bo'ladi, bunisi bg3 bo'ladi. Shunday qilib klass beraman. Flex kerakmi? Kerak. Ustoz bu. Flex bilan shuni. Flex kerak. Mana yozuvni o'rtaga tushirib o'yin tomonga olib borish uchun flex kerak. Padding kerak. Qaranglar, uchalasini ham bo'yi bir xil. Qancha ekan? 600. 600 piksel. Demak, bunday qilamiz. CSS da nuqta bg deymizda, height qancha beramiz? 600 piksel berib qo'yamiz. Padding ham bir xil bo'lsa kerak. 60. 31 minutdan beri. Hammasini paddingi bir xil. 60. Demak, padding berib qo'yamiz. 60. Background size berib qo'yamiz. Cover, background position center, bu rasmda o'lchovi bilan joylashishni to'g'rilash uchun. Background image endi bunga bermayman. So'z endi xohlaganingizga bg. Bunday qilaman endi. bg1 ga background image beraman. Xuddi shuni bg2 bilan 3 ga ham beraman. Tayyor. Uchalasi ham bittada bo'lib ketadi. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu kodni 3 marta yozmayman. 1 marta yozaman. Chunki bu klass hammasiga beraman. Tushunyapsizlarmi? Hozir 3 tani birdan qilib ketaman, qaranglar. bg2, bg3. Demak, birinchisiga images bg1. Mana shuni shunday kopiya qilsak ham bo'ladi. bg2 rasmda nomini berib olganimiz foydasini ko'ryapsizlarmi? Qanday foydasi degan. 3 ta tayyor. 3 ta tayyor. Faqat yozib qo'ysam bo'ladi. Demak, birinchisidan boshlasak. Bu yerda 2 ta yozuv bor. Bu degani birinchini ichiga bitta nima qo'yiladi? Div qo'yiladi. Keyin ichiga h3 bilan p qo'yiladi. bg title p bg text. Buni ham 11 ekan. So'z bilan qanday gaplashib Bular odam bo'lmaydi. Gaplar
yaptı, işte yaptı. B'ga boxga ya'ni divga vids berish kerak. 300 ko'ryapsizlarmi? Vids 300 berish kerak. Keyin mana ularga ishlov berish kerak. Mana qaranglar. Buni font size 14 ekan. Font size 14, line height 20. Pixel. Font weight 400. Keyin text transform uppercase. Bu degani hamma harfi katta bo'lsin degani. Tushunyapsizlarmi? Hamma harfi katta-ku. Shuning uchun berdim. Bunisi rangi qanday ekan? Rangi. Qora. Rangi mana shu rangda ekanda, короче. Qayga tekstga o'tamiz. Buni font size 16, line height 24. Rangi mana. Mana. Endi bu o'yin tomonda turish kerak, birinchiniki. Demak, B ga 1 ga yo'q, justify content flex int beriladi. O'tdim. Ikkinchisiga o'tamiz. Siz shuni kopya qilib. Ikkinchisi xuddi shu bilan bir xil ekan. Demak, ikkinchisiga ham justify content flex int beramiz. Ikkinchisiga ham xuddi shu deydi, shunday nima qilamiz? Shunday kopya qilamiz. Vaqtimiz tejaymiz. Uchinchisida u ham xuddi shunday ekan. Faqat chapda turish kerak ekan. Demak, justify content bermasak o'zi chapdan chiqadi. Bo'ldimi uchalasi ham? Qaranglar, 3 ta joyida bitta qilib tashak. Usiz ham divlar tagidan yozamiz, to'g'rimi? Ha? Endi birinchi bilan ikkinchini orasidan mana buni yasaymiz. Ikkinchi bilan 3 ta orasidan buni yasaymiz. O'zi shu bilan sayt deyarli tugab qoladi. Siz ertaroq tugatsangiz-chi. Nima qilamiz? Ketaver asli. Xo'p. Demak, mana bu joyini qilamiz endi. Mana shu joyga yetib keldik. Mana birinchi tugadi, ikkinchi, uchinchi tugadi. Mana 1 bilan 2 ning orasiga kiraman. Mana buni yaratishim kerak. Xo'p. Process degan klass beraman, yaxshisi. Section process. Bizga konteyner kerak. Nimaga? Chunki qaranglar, buni max width qancha ekan? 1168. Shu boyagi konteyner degan klassni yaratganman-ku tepada. Hozir shuni foydasini ko'rasizlar. Mana buni foydasi ko'ryapsizlarmi? Div. Div shunday chiqadi, ichiga hech narsa qo'ymasangiz. Ichida hech narsa yo'q-da. Yo'qmi? Nima qilasiz yo'q? Yo'qda men sizlarga narsa tushuntiryapman. Siz o'zi tamom bo'libsiz o'zi. Ustoz, men o'tib ketdimmi buni? Ha. Demak, mana bu P bo'ladi. P. Process batch. Lorem 2. Hop, bunisi H2 bo'ladi. Lorem 6 ekanda, to'g'rimi? Lorem 6. Undan keyin mana bu uchalasini endi 3 ta div qilamiz, bilasizlar? Uchalasini bittaga o'raymiz keyin. Qaranglar, bitta div yarataman, uchalasini o'raydigan. Tushunarli? Keyin uchalasini har biri uchun bitta artikel yarataman. Artikel qanday tag desalaring? Artikel xuddi divga o'xshaydigan tag. Faqat mana shunday kichkina divlardan nima qilib turadi, o'rnidan ishlatiladi. 3 ta kichkina div-ku, to'g'rimi? 3 ta kichkina div o'rniga 3 ta kichkina nima qo'yaman? Artikel qo'yaman. Klassini process dedim, buni process dedim. Endi ichiga rasm qo'yishim kerak. Process pic. Yana image qo'y. Buni nomi icon 1, icon 2, icon 3 edi. Icon deb qo'yaman. Rasm ketdi. Tagida H3 bor.
Keyin P bor. Ha. Orada bits beramiz. Yozuvlar. Ya P'ga bermaymiz, artikelga beramiz. P'ga bermaymiz biz. Hech qachon ichkaridagi narsaga berilmaydi. O'rab turib tikuvchi olasin, to'g'rimi? Shunga beriladi. Mana ham 17 bersa. Shuni shunday nima qilamiz? Bitta 3ta rasmni almashtiraman. Icon 2, icon 3. Nomda juda ahamiyati bor-da, ko'ryapsizlarmi? Nomini qidirib yurasizlar sizlar, nom bermasinlar. Rasmning nomi nima edi deysizlar, ochib ko'rasizlar bittalar. Xo'p, mana. Ko'ryapsizlarmi konteynerning foydasini? Bitta chekkadan nima ochib beryapti? Joy ochib beryaptimi? Mana, chunki bunday qildik-da. Birinchi bitta div qo'ydik, katta div, keyin ichidan konteyner qo'ydik. Keyin padding ham bor ekan, 100 tepa past. Demak, mana bu ikkalasini, hammasini o'rab turganga kattaga. Buni nomini o'zgartirish kerak. Process section deymiz. Chunki process degan klassni mana unga berganman-da. Artikelga bir xil klass bo'lib qolmasligi kerak-da. To'g'rimi? Tepa pastdan 100 beramiz padding mana. Ochildimi tepa past? Keyin text line center beramiz, to'g'ri. Hammasi o'rtaga o'tish kerak. Flex beramiz kerak. Mana. Keyin 3 ta artikelda o'rab turibdi mana bu, to'g'rimi? Shunga flex degan klass qo'shamiz. Mana. Keyin width berishimiz kerak ekan. 378. Mana bunga 378 beramiz. Keyin bular o'rab turganga nima berish kerak? Gap. Qancha ekan gap? 16 ekan. Keyin qaranglar, ichida joy bor qutini 42. Demak, mana protsessga ikkita yonboshdan 42 nima beramiz? Padding beramiz. O'xshadimi? Endi bu yoq mayda-chuyda ishda mana ularga margin botton beriladi. Bularga ham bo'ldi. Font size beriladi, to'g'rimi? Bu ham tugadi. Buni o'zidan qilib olasizlar. Bu bor, o'sha mana buni qilamiz. Keyin bu. Mana shuni qilgan edik, oldi. Darsda qilgan edik, mayli, yana qilamiz. Bu yerda ham qaranglar. Ko'k qutini ko'ryapsizlarmi? Mana bu ko'k quti menga yana kerak bo'ladi hozir. Yana orasidan joy ochib qo'yamiz. Yana mana bu demak 2 bilan 3 ta orasida yana nima yaratamiz? Section. Video ko'ryapmiz. Ha. Video. Hop, klassi clients section. O'z qilgansizlar-ku, faqat xatosini to'g'rilasang bo'ldi. Mana div bo'ladi. Bu bitta, ikkita div bo'ladi, to'g'rimi? Ya to'g'ri, buni bitta, mana buni bitta, buni bitta qilgandik, shunday qilib qo'ygandik. Mana buni bitta div qilgandik, buni yana bitta div qilgandik. Shunday qilib bajargandik. Bitta katta deb, keyin bitta azizroq o'ylab turaveramiz. Ha, katta div bilan 4 ta bo'ladi. 4 ta. Mana ular 3 ta bo'ladi-da. 1 mana bu 2 bo'ladi-da. Xuddi shunday uchinchisi bo'ladi. Demak, client section dedim nomini. Client box. Hop. Siz bunday dars qilyapti. Oxirida o'tirgan bola quloq solib PUBG o'ynab o'tiribdi. Ha, keyin ertaga yig'lab yuradi-da shunday. Darsdami? Darsga kelib nima kerak bu? O'yin o'ynasa bo'ladi. Uyda ham o'ynasa bo'ladi. Ko'chada ham o'ynasa bo'ladi. Sizlarga o'yin o'ynashni kim qo'yibdi? To'g'risida, hali o'yin o'ynashga balo bormi? Men o'yin o'ynasam bo'ladi. Masalan,
Chunki men pul topaman. O'sha pulim bor. Hapjoyni. Ishim bor, to'g'rimi? Men o'ynasam bo'ladi. Sizlar nimani qo'llatib qo'ydilaring? Onamga yordam bering. Nima, uyni tozalab chiqyapsizmi? U kamda u. U ishlarni hamma qiladi. Mayli, sosab qaraman. Akbar. Yana sigir sotadi. Qo'y. Ayang rozi bo'ladi. Bo'ldi. Endi mana ikkita rasmni qo'yishimiz kerak. Demak, image, client, pic. Bularga ham mana bunday nom berib chiqqandik. Brand 1. So'z bir narsa aytib bilaman. Mana shu qilayotgansiz zerikib ketdim rasmi. Ko'rdim. Hamma xarid. Zeriksa ham mayli, o'rgana iloji yo'q. Bundan nimadir ko'rmay turibdi. Qanday? Yo'q, bu bundan nima? Nima bu scratch? Scratch o'ynab turibdi Akbar. Yomon telefon o'ynab turibdi. Mayliga. Segasan, majburlikdan musiqa qilyapti. Azbek g'irbadan chiqib ketganmi? Azbek, ha, kelmaydi boshqa. Nimaga shuncha oy 600 mingdan to'lab Uydagilar majburlab qo'ygan bo'lsa kerak-da. Xo'p, demak, majburlab qo'ygan bo'lsa o'qimaydi bola, foydasi yo'q. O'zi qiziqib kelsa o'qiydi. Yo'q, uydagilar biladi. Bo'ldi. Davomini qilamiz, qaranglar. Bunga rang berishimiz kerak. Orqa fonni qora qilishimiz kerak mana. Client sectionga shu qoraga o'xshash rang berishimiz kerak. Yani. Mana. Keyin paddingini ko'ryapsizlar. Xo'p, 60 ga 136. Unday qilish shart emas. Tepa pastdan padding beramiz. 60. Ikkita yonboshdan boshqacha qilib joy ochamiz. Konteyner bor-ku o'zida. Mana shundan foydalanamiz. Mana shuni o'ziga konteyner deb klass bersam bo'ladi. Faqat rangi buzilib qoldi-da. Demak, buni o'ziga qo'shmaymiz konteynerni. Konteyner alohida qo'yamiz bitta div. Keyin ichidan clients inner deb yana bitta div qo'yamiz. Keyin ichidan bularni qo'yamiz. Faqat o'chib ketibdi. Mana. Flex berib qo'yamiz. Mana bu yerga flex berib qo'ysak, flex ishlaydi. Keyin mana unga shunday color berib qo'ysak. Mana. Yoki bitsa beramiz. Keyin birinchi divga width berishimiz kerak. 460. Demak, birinchi divga width 460 beramiz. Endi mana ular yonma-yon bo'lib qoladi bular ham. Buni to'g'rilash uchun men sizlarga o'tgan oldingi darslarda aytgandim. Bularni ham bitta-bittadan nimaga o'ranglar degandim divga. Shuni oson yo'lini o'rgataman. Oson yo'li ana shu ikkalasini o'rab turgan divga display flex berasizlar. Bu o'zi yonma-yon qiladi display flex bilasizlar, to'g'rimi? Keyin flex yordamchisi bor. Flex direction column degan. Bu nima qilib beradi? Ustma-ust qo'yib beradi, ko'rdingmi? Ana joylash. Keyin orasini ochsa bo'ladi, gap bersa ham bo'ladi. 128 yo gap bera olmas ekanmiz. Margin bottom bilan qilamiz. 128 chunki har xil ekanda, buniki 96. Demak,
nimaga ishlama? Margin. Klassni to'g'ri yozimmi? Brend 1, brend 3. To'g'ri berdim-ku. Ko'ramiz nimaga ishlamayapti. Ustoz dars paytida o'yin o'ynash mumkinmi? Ha? O'zi bilan menga farqi yo'q. Xo'p, demak, qarang. Ha, nima uchunligini topdik mana. Men altga yozib qo'yibman-ku. Altga yozib qo'yganmiz. Ana. Ana. Endi o'xsham. Ketdi bu. Mana bunga yetib keldik. 1, 2, 3 ta joy qoldi-da. Xo'p, mana shuni qolamiz. Mana shu ikkalasiga sal vaqt ketadi, qolgani olsin. Ulguramiz. Siz ham vaqt ketmaydi, o'sha ikkalasi 5 sekund. Demak, mana buni qilamiz. Bu yerda yana bizga bitta mana joy ochish uchun nima kerak ekan? Konteyner. Endi bitta section. Bo'ldi, jim o'tiringlar. Bo'lmasa tugataylik dars. Tugataylik. Xohlovchilar ketaversin. Ketaversin. 10:30 bo'lsa so'z ketadi. Yo'q, xohlasalar hozir chiqib ketaveringlar. Kim xohlasa. 10:30da to'ladi. Ko'chaga chiqib o'ynab yuringlar borib. Xo'p. Demak, mana buni qilamiz. Sizlar guringlashmoqchi bo'lsangiz chiqinglar, o'yin o'ynamoqchi bo'lsangiz. Marhamat. Siz men o'ynagandim, Yo'q, aytyapman-da endi. Mana, chiqing. Ketavering siz ham. Nima qilasizlar o'tirib? Hech narsa qilmayman. Bo'ldi, ketaveringlar bo'lsa. Siz ham. Siz qarang. Mana o'zim aytyapman, ketaveringlar deb. Siz qarang, 1 santimetr joy bor. Tegishiga. Bo'ldi. Xalaqit bermanglar. Agar zerikayotgan bo'lsangiz chiqib ketinglar. Qolganlarga xalaqit bermanglar. Xo'p, demak, davomini qilamiz. Mana shuni tagidan davom ettirishimiz kerak. Keyin men rasmlarni almashtirib qo'yibman-ku. Mana bu 3, bu 2 bo'lish kerak edi. To'g'rimi? Buni to'g'rilash oson, bunday qilamiz. Rasmni nomini almashtirib qo'ysak bo'ldi. Mana uni demak 22 deb turaman. 3 ta nomini 2 deyman. 22 ni nomini 3 deyman. Bo'ldi, muammo hal. Bo'ldi. Endi mana buni qilishimiz kerak. Xo'p, projects ekan, projects. Demak, section yarataman. Projects section. Ichidan bitta nima qo'yaman? Container. Qulay bo'ladi-da, shunday nom bersa. Endi mana bu divni ko'ryapsizlar, bitta div bor bu yerda. Projects header. H2 qo'yamiz. Keyin P 2 Title. Keyin P qo'yishim kerak ekan. Uch, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mana. Endi projects degan div ochaman. Xuddi boyada ichidan 3 ta nima yarataman? Article. O'z 3 ta yaratish shart emas ekan. Bitta image, bitta article, yana bitta image, to'g'rimi? Shunday qilsak bo'ladi. Image, project, image. article yana image bo'ldi. Shu bilan tugadimi? Mana project 1. Project 3. Bu yerga bo'lsa image qo'yilmaydi. To'g'rimi? Image 2. Image 3. Image 4. Image 5. Image 6. Image 7. Image 8. Image 9. Image 10. Image 11. Image 12. Image 13. Image 14. Image 15. Image 16. Image 17. Image 18. Image 19. Image 20. Image 21. Image 22. Image 23. Image 24. Image 25. Image 26. Image 27. Image 28. Image 29. Image 30. Image 31. Image 32. Image 33. Image 34. Image 35. Image 36. Image 37. Image 38. Image 39. Image 40. Image 41. Image 42. Image 43. Image 44. Image 45. Image 46. Image 47. Image 48. Image 49. Image 50. Image 51. Image 52. Image 53. Image 54. Image 55. Image 56. Image 57. Image 58. Image 59. Image
Chunki bu background image bilan qo'yiladi. Yozuv so'risi. Ichida yozuvlar qilishimiz kerak. Project top tepa qismi. Ha, ikkita yozuv-ku. Project link. Endi linkni ichiga nima deyilgan? Read more deb yozilgan. Tepa qismida ikkita yozuv bor ekan. Ikkita yozuv. Va bilan qilich. Shunday qilsak bo'ladi. Volume 3mi? 3. Bo'ldi. Demak, image, article, image ketdi. Xo'p. Hammasini o'rab turgan sectionga padding berishim kerak. Padding. Qancha ekan padding? 120, 100. Demak, tepa 120, Past 100. ikkita yonbosh 0, past 100. Mana qolib ketibdi-ku. View all projects. Demak, mana 3 ta project tugagandan keyin bitta project center degan div yaratamiz, ichiga projects view deb a yaratamiz. View deb qo'yaman, просто bo'ldi. Mana chiqdimi? Flex kerak. Flex kerak. Mana bu projectsga nima beramiz? Flex. Mana. Endi hammasi o'rtada yo'q. O'rtada emas ekan. Ha, uni endi qo'yamiz. Sesizdan qo'yamiz. Mana bu A ni o'rtaga o'tkazish uchun A ni o'rab turgan divga nima berish kerak? External center. Keyin mana bular tagidan joy ochish uchun bularga margin bottom berish kerak. Projectsga margin bottom 40 berishimiz kerak. Keyin uchalasini qaranglar, widthsi bir xil bo'lishi kerak. Uchalasiga demak bir xil width beramiz. Project image ga ham, project ga ham width 33% beramiz. Orasida qancha joy bor? 16. Projects ga gap beramiz. 16 piksel. Ana. O'xshadimi? Endi mana bir rasmni qo'ysam bo'ldi. Xo'p. Endi bitta muammo bor bizda. Buni bo'yi 460. Height ham berishimiz kerak. Height 460. Object fit. Cover rasm to'g'ri turishi uchun. Mana. Height ham berish kerak ekan, ko'rdingmi? Endi o'rtadagi rasmini qo'yish uchun o'rtadagi divga background image beramiz. Background image project 2 da. Endi davomi ham bor. Background position berish kerak, center, background size berish kerak, cover. Ha. Padding ham bor ekan, ha? 40 ekan-da. Padding 40 beramiz. Endi qaranglar, mana bu read more pastda turishi kerak. Align height. Buni zo'r yo'li bor. Display flex, flex direction, column. Mana column bersa pastga tushadi. Keyin justify content space between. O'xshadimi? Endi read more ga ishlov berish kerak, o'zingizlar bera olasizlar. To'g'rimi? Qora qilib, ha. Shunday. Bo'ldi, bu ham tugadi. Mana bunga yetib keldik. Bu ham xuddi shunga o'xshash bo'ladi. 3 ta nima bo'ladi? Div bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, keyin o'rab turgan div bo'ladi. Yaxshi, demak, bu section ham tugadi. Yana bitta section yaratamiz. Section klassini team section deymiz. Team section. Endi uchalasini qo'yishimiz kerak. Uchalasini bitta div qilamiz. Team chiqib ketinglar. Yo'q, tashqariga chiqib ketinglar. Nima qilasizlar o'tirib? Ko'ryapmiz. Ha, ko'ryapsizlar o'zi. Team box. Demak, H ga P A qo'yishim kerak.
Team title ichiga borib, P'ni ichiga borib. P shuncha bo'lsa kerak a. Keyin A. Team link. Просто link deb qo'ying. Keyin mana bular kelyapti mana. Uchta, bitta div, Ha, uchalasini bitta div qilish kerak. To'g'ri. Uchalasini bitta div qilishimiz kerak. Yaxshi, yaxshi. Demak, team row deb klass yaratamiz. Ichiga team box degan bitta div qo'yamiz. Keyin ichiga team pick deymiz. Keyin yana div yaratamiz. Team info. Ha. Bittasi div bo'ladi. Qaranglar, biz xuddi shuni yasagandik. Tepada eslanglar bo'lsa, Shuni kopiya qilib olasiz. shuni kopiya qilaman. Mana buni ichida edi. Mana. Hammasini ochib chiqaylik-da, nechta kod beradi. Mana. Xuddi shu kod kerak edi bizga. Ikkita, uchta shunday kopiya qilib qo'yaman. Ferris Niko rasmlarni almashtirishim kerak. Uchalasini bitta div qilamiz. Xuddi shu divdan shunday kopiya olamiz. Bittasini o'chirib tashlaymiz. Keyin nolim bilan area. Keyin yozuvlar qo'yib chiqqanimizda. Flex deb qo'yamiz. Flex bersak, to'xtanglar hozir. Konteyner qolib ketdi. Qanday harf yo'q? Qanday harf yo'q? Bitta control esti bossam o'z kodini tartiblab beradi. Mana flex berishimiz kerak. Mana shunga nima beramiz? Flex. Xo'p. Endi qaranglar, align items berish kerak, flex start. Align items flex start berishimiz kerak. Keyin birinchi divga width berishimiz kerak. 378. Mana. Mana ular orasini ochish kerak. Xo'p, demak team bitta klass yarataman. Team mb degan. Bu margin botdan berish uchun tushunarli. Yani shu klassga nima beramiz? Margin botdan. Qancha ekan? 36. Tayyor. Keyin mana buni orqa foni bor ekan, qolib ketibdi. Rangini F7 ekan. Demak, project sectionga background color ana shu rangni berishimiz kerak. Mana berildi. Keyin mana bu divga ham tepa pastdan padding berishimiz kerak. 100. Demak, team sectionga range
Margin bootga berishimiz kerak. Aga. Ah. Yani o'zing qilasizlar. Shu ikkita qoldi bu. Ya hozir Hammasini olaman, YouTube'ga qo'yaman. ustoz Xo'p. Biz ham o'zimiz qo'yamiz. Ha, endi mana bu joyini qilishimiz kerak. Bu joyini bitta section qolamiz. YouTube'ga qo'yaman. Get in touch deb class beraman. YouTube'ga Bu tomoni bitta div bo'ladi. Ichida shu bitta P bilan bitta H ikki bo'lar ekan. Bu tomonda bitta A bo'ladi. Xo'p, endi konteyner ham kerakmi bizga? Kerak. Agar siz tushuntirmasdan unaqa tezlikda qilib tashlasangiz yarim soat. To'g'rimi? Endi shu 25 minut bo'ladi. Ikkita figman 1 soatda tugatadi. Ko'p vaqt ketdi-da, Mana. Endi mana shu get in touch deganiga hammasini o'rab turganga orqa fonini berishimiz kerak va padding berishimiz kerak. Padding 100 ekan. Hammasida padding 100 ekan o'zi tepa past. Flex degan klassni qo'shsam o'zi o'xshamadi. Ha, bunga emas. Mana unga berishim kerak. Bu tomonga width berishim kerak. 1569. 576. Demak, mana shu divga width beraman 576. Bo'ldi. Keyingisi, oxirgisi qoldi. Saytda oxirgi bo'limini footer degan tag bilan qilsa bo'ladi. Footer tepasini header bilan qilgandik. Tagini footer bilan qilyapmiz. Xo'p, demak, mana logoni qo'yishimiz kerak ekan yana. Tepada bor, shuni rasmini olishimiz kerak. Konteyner qo'yishimiz kerak. Bunga flex beriladi. Keyin footer box degan bitta div bo'ladi. Mana div, mana buni o'rab turadigan. Keyin uchdan Uchta image o'rgataman, so'z qilamiz. birdaniga yuklab olsangiz Footer logo. Footer logo. Logo mana logoni yana A ni ichiga qo'ydim, ko'ryapsizlar. Keyin tagida yozuv bor, ko'ryapsizlar. Ikkita P ekan. Ha, bitta Keyin mana uchalasini oz qo'yishni o'rgataman. Demak, mana bu tomondan yana bitta nima ochamiz? Div. Footer social degan. Endi qaranglar. Mana bu Twitter, Instagram, Facebook. Bu degan Twitterni ustiga bosganda kirish kerak-da Twitterga, Instagramga. Demak, A bo'ladi, to'g'ri. A. Footer link. ana ichiga image qo'yamiz. Ani ichiga image qo'ysa bo'ladi, to'g'ri, yuklab olib, boshqa usulni o'rgataman sizlarga. Hop, mana bunday narsa bor. Font awesome degan sayt bor. Mana, hozir ochsin. Mana shu yerda ikonkalar bor, ko'ryapsizlarmi? Ikonkalar bor. Mana shu yerda ikonka, Instagram nimalarida ham olsa bo'ladi, Twitterlarda.
Guruhga tashlayman. Motorim bosganman. Yo'q, u faqat rasm chiqarib beradi. Orasi bor-ku, ustoz filtrda. Hop. Farqi bor-da buni. Farqi bor. Demak, mana bu link bilan mana shu link kerak bo'ladi bizga. Linkni olaman. Link. Mana bu yerdan link yarataman. Hrefga shuni qo'yaman. Buni guruhga tashlab qo'yaman. Mana shu linkni sizlar ham head tagini ichiga qo'shsalaring, sizlarda ham mana shu ikonkalar keyin nima qiladi? Ishlaydi. Bo'lmasa qo'shmasalaring, mana shu linkni ishlamaydi. Uni qo'shdim, ko'ryapsizmi mana head ichiga. Endi menga masalan, xo'p, nima edi birinchi? Twitter deb qidiraman. Chiqdimi? Bitta bosaman. Kodini chiqarib beradi. Bitta bosaman, kopiya qiladi. Demak, mana bu A ni ichiga shuni qo'yaman. Xuddi shundan kopiya qilaman. Mana bu ikkinchisi Instagram. Uchinchisi Telegrammi-da? Facebook. Mayli, keyinlar Telegram qo'yamiz. Chiqdimi? Endi buni nimasi zo'r aytaymi? Buni font size bilan kattalashtirib, color bilan rangini o'zgartirsa bo'ladi. Rasmni rangini o'zgartirib bo'lmaydi. Mana shunda farqi bor. Tushunarli? Color berib, rasmni rangini o'zgartirsa bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Demak, bu yerda mana xo'p. Nechta edi bepuli? 1500 ta ikonka borda, 2140 ta ekan. Bepul ikonkalar. Pullilari ham borda. Hozir bepul tanlanib turibdi. Pullisini ustida mana bunday belgi bo'ladi, Pro degan. Buni ishlata olmaysizlar. Bu pulli. Shuning uchun mana yerdan free ni tanlab qo'yganman. Mana bepul, hammasi bepul mana shular. Shunday bitta bosib, kopiya qilib, shunday qo'ysin ham ishlaydi. Pro deganda necha ming pul bo'ladi? Nechadir dollarda oyiga. $1. Mana, chiqdimi? Shunday qilib ishlataverasizlar-da. Tushunarli? Faqat muhim joyi mana bu link. Link qo'ymasa ishlamaydi. Ikonka deb guruhga yozib qo'yaman, icon deb. Mana shuni tepaga qadab qo'yamiz. Mana ikonkani qo'ydik. Endi masalan, buni qaranglar, o'zining klassi bor-ku. Bu klassga teginmaysizlar. Shu klasslarni yonidan yana bitta nima qo'shib olasizlar? Klass. Mana shu klass orqali hozir dizaynini o'zgartiramiz. Color beramiz. Font size bersak kattalashadi. Color bersak rangi o'zgaradi. Mana ko'rlaymi? Mana shunday. Endi Telegram bitta deyib, Instagram bitta deyib, uni bitta deyib qilib, keyin anon qilsak bo'ladi, to'g'rimi? Hammasini rangini o'zgartirib. yo'q, div qilish shart emas. Shunday klassini har xil klassda o'zgartiraverasiz. Demak, mana Instagramni chimel qilish kerak edi. saytimiz tugadi. Yana bitta narsa o'rgatishim kerak hozir sizlarga. Davom etamiz. Endi qaranglar, bizga chiziqlar kerak emas. To'g'rimi? Chiziqlar olib tashlaymiz. Sessizga o'tamiz. Chiziqlar lekin tugatguncha kerak. Tushunyapsizlar? Chunki ko'rib turasizlar nima bo'layotganini. Qayerda qancha joy egallab turibdi. Shuning uchun chiziqlar kerak. Keyin tugagandan keyin nima qilish kerak? Olib tashlash kerak. Endi yana bitta narsa o'rgataman sizlarga. Qaranglar, farqini sezyapsizlarmi? Masalan, mana bunga e'tibor beringlar. News bilan team degan yozuvga e'tibor beringlar. Bizlarga e'tibor beringlar. Hozir yozib chiqamiz. Projects about news team contact. Get template mi? Bizni yozuv boshqacha, uni yozuvi boshqacha. Sezyapsizlarmi? Buni bezaklariga qaranglar. Yo'q. Bizdachi mana chekkalarda nimasi bor? Bezaklari bor. Ana shuni to'g'rilashni o'rgataman. Nima uchun bunday aytaymi? Tanlaymiz.
tanlaymiz. Mana bu joyga e'tibor beramiz. Typography degan joyda mana font size'ini ko'rsatadi-ku. Shuni tepasiga Poppins deb yozib qo'ygan, ko'ryapsizlarmi? Bu degani mana shular Poppins degan yozuvda turibdi degani. Bizzagicha bizzagi. Bizzagini ham ko'rsa bo'ladi. Inspect deb bosasizlar, olib borasizlar. Bizdagi Times degan yozuvda turibdi. Ana o'zgartirsin. Ulardagi nimada turibdi? Poppinsda turibdi. Shuni o'zgartirsa bo'ladi. Qanday qilib buni? Sayti bor. fonts.google.com degan. Bu yerda shriftlar bor. Guruhga tashlayman. Siz xohlagan shrift Tepaga qadayman. Bu yerda ham endi mana 1929 ta shrift bor ekan. Bizga nima kerak? Poppins. Qidiramiz. Bormikan? Bor. Mana shu yozuv. Endi buni hindcha yozilganiga e'tibor bermaysizlar, almashtirsa bo'ladi buni. Mana bu yerga o'zing xohlagan matnni yozib ko'rsangiz bo'ladi. Mana. Bizga shu kerak, to'g'rimi? Poppins. Mana knopka bor o'zi, get font. Bosamiz. Bir turibdi mana. Keyin mana bu ikkita knopka chiqib keladi. Yuklab olish kerak emas. Get embed code. Shuni bosasizlar. Keyin mana bunday joy chiqib keladi, link. Bizga link beryapti 3 ta. Kopiya qilasizlar. HTML ga o'tasizlar. Head ichiga, title tagidan olib borib joylashtirasizlar. Mana joylashdimi? 3 ta linkni joylashtirdim. Demak, bu 3 ta link nima uchun? Yozuv uchun. Mana bu link nima uchun? Bu ikonka uchun. Ikonka uchun. Xuddi shunday yozuv ham mana linklar bo'lmasa nima qilmaydi? Ishlamaydi. Xo'p, qo'ygandan keyin mana bunday kod chiqaradi. Font family degan. Bir qator, shu bir qator kodni nima qila olasizlar? Kopiya qilasizlar. Endi CSS ga o'tasizlar, tepaga chiqasizlar. Gulduzchani tagidan body deb yozasizlar, nuqtasiz. Shu kodni qo'yasizlar. Bu degani body ga biz font family bersak, hamma yozuv shunga o'tadi, tushunarlimi? Chunki body hammasini o'rab turadi-ku. Endi ko'ramiz. Sayt o'zgardimi? Qaranglar qanday zo'r bo'ldi. Shrift o'zgardi. Siz bizni saytmi? Hozir men yasaganim shu. Demak, shrift juda chiroyli qiladi yozuvni, ko'ryapsizlarmi? Saytni ham chiroyli qilib beraman. Mana. Endi o'xshadi desak bo'ladi. Keyin buni olib oldik endi. Mana bu yerga bosasizlarda korzinkaga mana o'chirib tashlaysizlar, bo'ldi. Chunki keyingi safar ishlatayotganlaringda bu bo'sh bo'lib turishi kerak-da. Tushunarlimi? Demak, bu saytdan yozuv olish mumkin. Shrift. Demak, bu narsa shrift deyiladi. Font deyiladi inglizchada, shrift deyiladi ruschada. O'zimizda ham shrift deyiladi o'zbekchada. Yozuv. Haqiqatda o'zbekchada gapirgan. Mana, tushunarlimi? Mana bu ikonka edi, icon. Icon, ya'ni belgi. To'g'rimi? Belgi. Mana. O'xshadimi saytimiz? Yaxshi, endi yana bitta narsa o'rgatay sizlarga. GitHubga qo'yib link chiqarishni o'rgataman. Xo'sh. Faqat buning uchun GitHubda akkauntlaring bo'lishi kerak-da. Bunda GitHubda akkaunt yo'q bo'lsa, mana YouTube kanalimga kiraman. Mana shu yerda video bor. GitHub bo'yicha. GitHub boshqacha fikr bo'ladi. Biz akkaunt Mana. Bu eski format, buni ko'rmaysizlar, bu chunki eski varianti. Mana buni ko'rasizlar, yangisini. GitHub Netlify deyilgan-ku mana. Mana shu videoni ko'rasizlar. Shu yerda GitHub akkaunt ochish o'rgatilgan, joylashtirish ham o'rgatilgan. Kim ko'rmagan bo'lsa, ko'radi. Xo'p. Hozir o'zim ham qo'yib ko'rsataman. Demak, meni akkauntim bor masalan. GitHubga kiraman. Mana bu yerda plus bor. Plus bo'lsa new repository degani bor. Bosaman. Mana keyin repositoryga nom ber deyapti. Masalan, nomini nima deyman? Wooden dot. Keyin boshqa joyga teginish shart emas. Create deb bosamiz, yaratish. Hozir yaratiladi. Yaratdimi? Mana shunday bo'ladi yaratgandan keyin. Keyin VS Code'da mana bu yerda 5 ta bo'lim bor bilasizlar. Mana 3-bo'limda mana bunday belgi bor. Endi GitHub ulangan, shuning uchun bu chiqyapti. Sizlarda chiqmasligi mumkin. Chiqishi uchun boyagi videoni ko'rishlaring kerak. Ulashlaring kerak. Mana buni bitta bosamiz. Mana bunda yozadigan joy chiqib keladi. Yozadigan joyga izoh yozamiz. Prosta izoh deb qo'yaman masalan.
Commit. Bo'ldi, izoh. Endi mana bu yerda terminal bor VS Code. Terminal, new terminal. Terminal ochildi mana, ko'ryapsizlar, VS Code o'zining ichidan. Endi bizga bergan-ku kod. Shu yerdan oxirgi 3 qatorni nima qilamiz? Kopiya qilamiz. 3 ta qatorni kopiya qilib bu yoqqa tashlaymiz. Kimda agar bunday tashlamay qolsa, bittalab tashlaydi. Birinchi buni tashlaydi, enterni bosadi, keyin buni tashlaydi, enterni bosadi, keyin buni tashlaydi, enterni bosadi. Lekin qulay yo'li 3 tani bittada olib, tashlab, enterni bosish. Hozir qaranglar. Ketyapti, 100%. Bu degani meni fayllarimni internetga nima qildi? Joyladi. Mana bu yerga joyladi. Bitta yangilaymiz tepadan. Joylandi, ko'rdingmi? Index.html, style css, images, rasmlar hammasi. Endi biz link chiqarsak bo'ladi, link. Link qanday chiqaramiz? Ikkita yo'lni o'rgataman. Birinchisi, shu GitHubda o'z settingsga o'tasizlar. Pages degan joyga o'tasizlar. Keyin shu yerda branch degan joy bor. None turibdi. None ustiga bosasizlar, main ni tanlaysizlar. Save ni bosasizlar. Xo'p, bo'ldi. Bu endi 1-2 minutdan keyin link chiqib keladi. Yana mana buni ustiga bosamiz. Wooden.da repositoryni. Mana kulishni belgisiga bosamiz. Mana bu yerda ptichka qo'ygan joy bor. Use your GitHub pages website. Bitta bosamiz. Save ni bosamiz. Link chiqdimi? Chiqdi. Hali ishlamaydi, chunki mana qaranglar, mana buni ustiga olib borsak, pending bo'lib turibdi. Mana shu yerga dumaloq nuqtani o'rniga ptichka chiqsa yashil bo'lib, keyin mana bu sayt nima qiladi? To'liq ishlaydi. Yangilab ko'raylikchi bitta. Hali chiqmadi. Bu birinchi yo'li. Demak, shunday qilib chiqarsa bo'ladi. Ikkinchi yo'lni ham o'rgataman. app.netlify.com mana shu saytga kirasizlar. Mana. Boya kirganimiz nima edi? GitHub'da. Mana bunga kirasizlar. Sizlarda bunday chiqmaydi. Bunday chiqishi uchun birinchi Netlify'ga ulashlaring kerak akkauntlaring. Qanday ulanadi? Netlify.com ga kiriladi. Xo'p. Login ni bosasizlar. Men kirib ketdim bundan. Sign up ni bosamiz. Menda kirib turibdi-da, shuni bosgandan keyin GitHub chiqib keladi o'zi. GitHubni tanlasang ulanadi. Ya'ni Netlify'ga GitHubni nima qilish kerak? Ulash kerak. Keyin mana bu yerdan qidiramiz. Boya qo'yganimiz nomi nima edi? Wooden.midi? Wooden yo'q, bunday qilmaymiz. Add new project ni bosamiz. GitHub ni bosamiz. Ulangan GitHub qidiradigan joyga wooden.dot deb yozamiz. Chiqdimi? Bosamiz ustiga. Keyin mana bu yerga nom beramiz. Wood deb nom berayinchi, hech kim olmaganmi ekan? Olgan ekan. Wooden olgan ekan. Bironta qisqaroq nom tanlamoqchi edim. Maket deb yozayinchi. Akbar deb qo'yinchi kim olgan ekan? Xo'sh. IT Kids hech kim olmagan ekan. Demak, deploy IT Kids. Mana building, uploading, bu tezroq ishlaydi. Uploaded, published bo'ldi. itkids.netlify.app ni men oldim, ko'rdingizmi? Mana shunga любой kishi kirsa, mana shu sayt chiqib keladi. Zo'rmi? So'z qanaqa Netlify'dan qanaqa qo'yadi? Hozir o'rgatdim. Mana bu yerga qo'shib qo'yaman. Ana endi qaranglar, bizda nechta link bor? Ikkita. Bu ham shunga kiradi. Bu ham shunga kiradi. Bittasi GitHub'da o'zi orqali chiqarildi mana. Bittasi nima orqali chiqardi? Netlify. Qaysi biri qisqaroq? Netlify'dagi qisqaroq, ko'ryapsizlar? Bu zo'rroq. Ham tezroq ishlaydi. Ikkitani ham o'rgatdim sizlarga. Tushunarli bo'ldimi hammasi? Mana biz sizlar bilan bugun bitta saytni yasadik, internetga joylashtirdik, to'liq yasab ko'rsatdim. Faqat buni kamchiligi bor. Kamchiligi biz
Buni faqat kompyuter, notebookda ekrani uchun yasadik. Hozir masalan telefonda ekranida ochib ko'rsak buni, telefonda ekranida buzilib qoladi. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunday bo'lib qoladi. Chunki biz telefonda ekrani yoki planshetda ekraniga buni hali moslashtirganimiz yo'q. Moslashtirish uchun CSSda yana kod yoziladi. Keyingi dars ana shu narsani sizlarga o'rgataman. Bunday qilish xato o'zi, bu chala sayt deyiladi bu. Masalan, hozir telefonimdan kirsam yaxshi ko'rinmaydi bu. Telefondan kirsam yaxshi ko'rinmaydi. Shuning uchun buni o'zi moslashtirish ham kerak. Hop, itkids.netlify.app. Qaranglar qanday bo'lyapti. Umuman buzilyapti. O'zi ko'pchilik odamlar qanday kiradi saytga? Telefondan kiradi. Shuning uchun biz buni nima qilishimiz kerak? Telefonga ham moslashimiz kerak. Keyingi dars shuni o'rgataman. Darsimiz hozir tugatamiz.